Juda ham uzoq vaqtli kunlik vlog. O'zlaringizga choy damlab olinglar. Bugun ertalabdan yana shunaqa chiroyli makiyaj qilishga qaror qildim. Necha kundan beri men shunaqa makiyaj qilyapman, menga yoqyapti, lekin sizlar uchun vlog olish esimdan chiqib qolyapti. Rostini aytsam, esimdan chiqmayapti, prosta charchaganim uchun kamroq vlog chiqyapti. Ertalabdan salonga keldim, ishni boshlashdan oldin bir nimalar yedik, yeb bo'lib, bir ikkita klientlarni olib, ishlarni qilgandan keyin material olishga kolxoz bozorga keldik. Kerakli narsalarni oldik, u yerdan chiqib bitta yarmarkaga keldik. Bu yarmarka uyda o'tirib ishlaydigan ayollarning yarmarkasi. Ko'rib turgan barcha narsalaringizni ayol qizlar uyda o'tirib o'z qo'llari bilan mehnat qilib qilishar ekan. Bu bular boshqa ayol qizlar uchun motivatsiya bo'lsin. Chunki ko'p ayol qizlar uyda o'tiraman, erim ishlashga qo'ymaydi deb noliydilar faqat. Vot bo'lar ekan-ku uyda o'tirib ishlash. U yerdan chiqib kritiga salonga bordim, narsalarimni qo'yib opazarnikorning oldilariga keldim. Sizlar bu apparatni ko'ringlar, yangi birinchi bo'lib meni chaqirdilar. Biz sochimga uhod qildik va shu bahona sinab ko'rdik. Vobshe apparatlari zo'r ishlaydi. Va sochimni shunaqa mягкий, gladкий qilib berdi. Keyin qizlarjonlar yana qaytib salonga keldim. Sizlarga qanaqadir informatsiyani aytdim. Keyin qizlarjonlar bugun bobomni mangalchiga olib kelmoqchi edim, lekin ular qarilar, u yoqdan bu yoqqa olib yurmay deb o'zim kelib shashliklarni oldim. Ularni degustationlarini olish esimdan chiqibdi. Keyin magazin Podrushkaga keldim. Bu yerdan ham ko'pgina narsalarni oldim. Ba'zi birlarini bobomlarga aytdim, ba'zi birlari o'zimga edi. Keyin uyda narsalarimni qo'yib ko'chaga chiqdim. Albatta Buxoroda bitta aylanadigan joy, bu ham eski shahar. Endi ujin qilishga o'tiramiz desak, svet o'chib qolibdi. Bir balo qilib ovqatlandik, keyin esa прогулкаga dalish ketdik. Bu shunaqa mazza ediki, что biz samokat olishga qaror qildik va ozgina samokatda aylandik. Shu bilan uyga keldik. Uyda men uxudlarni qildim va montajimni boshladim. Всем пока.